Hoji aka, shkallat narxda har bir kvadrati 483 dollardan zo'r kottej topib qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin, mana shu katta 08 sotoga tushgan kottejimizni har bir kvadrati 483 dollardan to'g'ri. Ko'chani kengligini ko'rishingiz mumkin. Kattagina bemalol mashina qo'ysangiz ham hech kimga xalaqit qilmaysiz. Xonadonimizdan yon tomonimda naves qilib olish imkoniyati bor va o'ng tomon, chap tomonga kichkina ziloniy zona qilsangiz bo'ladi. Uyimizdan zo'r fishkasi bor. Tepa tomonni ikkinchi qavatdan ko'rsam, shu zalimizning tepasiga plita tashalgan. Shu yerdan eshik ochib turib, terrasa qilish imkoniyati bor. Shunda xonadonimizni 3 xonani 4 xona qilgan bo'lasizlar. Marhamat kirib kelamiz. Xonadonimizga kirishimiz bilan o'ng tomondan ko'rib chiqargan bo'lsak, shunaqa katta zal qismini ko'rishingiz mumkin. Uyimizni 120 kvadratdan iborat bo'ladi. Zalimiz mana chiroyli remontdan chiqqan, 100% pishgan ishda qurilgan xonadonimizni katta mana yorug' oynalari bor. TV zona va konditsionerlar uchun ham do'stib qoldirib ketilgan. Bu yerda quruvchilarimizda ozgina o'zgartirish kirgizadigan bo'lsak, kirishimiz bilan bu yerda masalan hol qismimizni, shu holni bizni kuxnya qilsak, shunda maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu yoq tomondan ko'rishimiz mumkin, kuxnya qilib qo'yishgan. Ya'ni ayollar sevimli bo'lgan oshxonasi. Mana shu oshxonani детский qilsangiz bo'ladi. Bu yerda mana birinchi qavat uchun sanuzel qismimiz. Uyimizda 100% topli polda isitiladi. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Katyollarimiz, tok o'lchaydigan nasoslarimiz hammasi shu yerga qo'yilgan. Tashqari qaragan oynalari bor. Bu yerda детский xona qilingan bo'lsa, kuxnyani shunda kirib olishimizda bu yerda televizor qo'yish uchun joy bor. Yonida masalan choy ichib o'tiradigan joylar qilsa bo'ladi. Divanli zona qilib foydalansa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqib ko'rish. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan biz ana shunaqa koridor qismi kutib oladi. Bu yerdan unumli foydalansangiz bo'ladi. Mana bu yerda masalan yonida bolalar uchun dars qilib o'tiradigan joyni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Va shu yerdan boya aytganimdek eshik ochiladigan bo'lsa, ya'ni zalimizning tepasi bo'ladi. Shu tepasini chetini shunaqangi reshetka bilan o'rab turib, tepasini leksan bilan yopib turib, terrasa sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Xonadonimiz to'rt xona bo'ladi. Yaxshi lyustradan qo'yib qo'yilgan, yaxshi birlalardan qo'yib qo'yilgan. Yon tomonni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana ota-onalar yotoqxonasi, spalnya qismimiz o'zining ichida sanuzel bilan birgalikda bo'ladi. Ya'ni xonadonimizning ikkinchi sanuzel qismimiz. Yon tomondan ko'rishimiz mumkin, shunaqa joy qoldirilgan, ya'ni stroyniy shkaf qilib turib, bu yerda kiyimlarni taxlash imkoniyati bor. Uyimizda 100% pishgan g'ishti chiroyli remontdan chiqarib qo'yilgan, joylashgan joyiga keladigan bo'lsa, Sergeli tumani Xonobod mahallasida, ya'ni metroga 500-600 metr uzoqlikda joylashgan bo'ladi. Yonimizda maktab bor, bog'cha, chassi bog'chalar, hamma sharoitlar bor. Ko'chalarimiz asfalt qilingan. 58 ming dollar so'ralyapti. Uyimizda razdel qilingan dokumentlari ham tayyor. Bir kunda nomingizga o'tadi. Ipotekaga ham to'g'rilab beramiz kerak bo'lsa. Nomer bor, telefon qo'yasizlar.